Assalomu alaykum. 2024-yil yanvar oyida turmush o'rtog'im gemorragik insult bo'lib 16-больницada yotib chiqdilar. Keyin yaxshi reabilitologlar bilan murojaatlashdim. Ular bilan telefonda gaplashdim. Uylarga kelib ko'rishdi. Keyin ijtimoiy tarmoqlar orqali Xurshidjon bilan gaplashib, ularning reabilitatsiyalarini boshladi. Mana Allohga shukr, hozir 2-yildan o'tdi. Xo'jayinim o'zlarini yaxshi his qilyaptilar. Olinayotgan muolajalar hammasi bizga faqatgina yaxshilik bilan ishlayapti. Logopedda ham hojat qolmadi, chunki sekin-sekin olingan igla terapiyalar sharofati bilan ularda qayta tovushlari qaytib yana joylashdi. 2 yil birpasda o'tib ketdi, lekin Xurshidjon va ularning komandalari orqali bo'layotgan muolajalar bizga faqatgina yaxshilik bilan ishlayapti. Men minnatdor roziman bu boladan, bularni orqalarida ishlayotgan komandadan, o'zligini mehnatligini ko'rsatib berishyapti. O'zligini olgan, berayotgan har bitta muolajaliga bizga faqatgina yaxshilik uchun xizmat qilyapti. Biz ham bulardan rozimiz. Alloh rozi bo'lsin. Har bitta kasal Allohdan keladi, lekin agar qanaqadir sizlarda ham oila a'zolaringizda, yaqinlaringizda qanaqadir o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa, reabilitatsiya uchun muhtojlik bo'layotgan bo'lsa, bemalol mana shu Xurshidjonga murojaat qilsanglar bo'ladi. Chunki biz buni sinovdan o'tkazdik. Mana 2 yildan beri buni qilayotgan ishlari bo'yicha, komandalarni qilayotgan ishlari bo'yicha biz juda katta natijalarga erishyapmiz. Maslahat beraman.